inson qayerda yashamasin, albatta vataniga bo'lgan muhabbati bu fitriy hisoblanar ekan. Ya'ni insonning o'zi jibiliyatida, insonning xilqatida, insonning qalbida yaratilishlik bilan insonni ana shunga yo'g'rilgan bo'lar ekan. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo insonni hayotga kelishligiga sabab bo'lgan ota-onasiga yaxshilik qilishlikni juda ham ko'p o'rinlarda zikr qilgan. Astaizu billahi va'budulloha va la tushriku bihi shay'an va bil validayni ihsana. Allohga ibodat qiling, unga biror narsani shirk keltirmang, ota-onangizga yaxshilik qiling deb Alloh juda ham ko'p oyatlarda farzandlarni ota-onasiga yaxshilik qilishlikka buyurgan. Lekin biror oyatda yo'qki farzandlaringizga yaxshilik qiling degan mana shunday bir oyat kelmagan. Ulamolar aytadilar, nimaga buni buyurilmagan? Qur'onda ota-onangga yaxshilik qil deyilgan-u, farzandingga yaxshilik qil kelmagan desa, o'zi insonning qalbida farzandga bo'lgan muhabbat bor ekan. O'shandoq yaratilgan, ya'ni qalbida muhabbat bilan yaratilgan ekan. Ulamolar aytadilarki, Qur'onda ham bir necha 10 oyatlarda vatanga muhabbat qilish, bu vatanni sevish, mana shunga ishoralar bor Qur'oni Karimning oyatlarida. Lekin to'g'ridan to'g'ri vataningni sevgin degan oyat bo'lmasa-da, o'zi har bir insonning qalbida tug'ilgan joyga, vataniga bo'lgan muhabbat o'zi birga qo'shib yaratilgan ekan. Safarga chiqqanimizda hammalarimiz bilamiz, ozgina hattoki haj safari, umra safarlarida ham ma'lum muddat ibodatlaringizni qilib, haj bo'lsa hajlaringizni ado etib, umralaringizni ado etib bo'lgandan keyin oilamga, farzandlarim oldiga, tug'ilgan vatanimga qachon qaytarkinman deb insonlar bir pasda bu yoqqa oshiqib qoladi. Biz borganda hayron bo'lar edik. Nimaga shunday ulug' joyda odamlar shu vatanini qumsa, bu asli insonning qalbidagi bor narsa ekan.